Diqqat bilan ko'ring, siz uchun kerakli bo'ladigan oddiygina xuddi shunday bochkadan juda ham ajoyib buyumni ko'rsatamiz. Xuddi shunday o'rtasidan kesib olasiz, rezinkalarni qotiramiz. Kesilgan joyini esa eshik sifatida foydalanamiz. Kesib bo'ldik, qarabsizki tayyorda. O'rtasiga oddiygina uydagi taxtalardan foydalanib, unga polka yasab olamiz. Xuddi shunday polkani yasab bo'lganingizda qo'yib qo'yasiz. Bu joyida mazza qilib ishlatasiz. Tepasini xuddi shunday qilib chiroyli qilib teshasiz. Oddiygina jomdolamizda teshib unga bitta simistni qotirib qo'yamiz. Qotirib qo'yganimizdan keyin uni sifonlarni qotirib, kanalizatsiyalarni to'g'rilab qo'yamiz. Qarabsizki tayyor. Bu joyda qop-qora qilib bo'yab qo'yibdi. Siz xohlagan rangingizga bo'yab mazza qilib ishlasangiz bo'ladi. Bitgandan keyin uni dushga olib kirib, mazza qilib rakovina sifatida ishlasangiz bo'ladi. Voy mashalloh, bu videoni tanishlarga yuborib qo'ying. Obuna bo'lish esdan chiqmang.